Kecha ertalab shu musofir odam safarda ham ro'za tutishi mumkin, tutmasligi ham mumkin. Chunki safar musofir odamga ro'za naflga aylanadi dedim men. Ya'ni majburiy emas. Lekin u safardan qaytgandan keyin albatta uni qazosini tutib berishi kerak. Desam, kecha kechqurun tarovihda bir bola, yosh bola aytayapti-da, yosh ham emas, yoshlar 20 dan oshiq. Kecha siz bugun ertalab siz aytdingizki, musofir ro'za tutmasa ham bo'ladi dedingiz deydi. Bunaqa demadim-ku masalan. Ya'ni tushunchalar shu darajada. Tushuncha bitta gapni gapirasiz, 10 ta odam 10 xil gapiradi. O'shaning uchun Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, kallimun nasu bima fi uqulihim. Odamlarni aqllari ko'taradigan darajada gapiring. Aqllari ko'tara olmaydigan narsalarni gapirmanglar. Aturiduna an yukazzaballohu va rasuluhu? Alloh va uning rasuli yolg'onga chiqarilishligini xohlaysizlarmi degan Hazrati Ali radhiyallohu anhuning so'zlari bor. Xuddi shuningdek, lekin bu masala sizlar aqllaringiz avom odam ko'taradigan oddiy gap. Demoqchi bo'lganim, mushkil gap aytganim yo'qman. Og'ir gap emas bu. O'shaning uchun musofir odam ro'za tutadi. Qachon tutadi? U safardan qaytgandan keyin tutishi farz bo'ladi. Lekin musofirlik vaqtida u uchun naflga aylanadi. Ya'ni ixtiyoriy, xolasa tutadi, xolamasa safardan qaytgandan keyin tutadi. Chunki Allohning hukmi bu. Alloh unga ixtiyor bergan musofir odamga. Nimaga? Mashaqqati borligi uchun. Ana shunaqa holatlar walau aftara jaza. Agar mabodo musofir odam mana shunaqa holatda ro'zasini ochsa joizdir. Chunki Alloh ruxsat bergan. Va in kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Agar sizlardan kasal bo'ladigan bo'lsa yoki musofir bo'ladigan bo'lsa, boshqa kunga tutib berishlik uning zimmasida bor. 99-yillar Buxorodan qaytyapman. Men o'sha vaqtda Buxoro madrasa Mirara madrasasida o'qirdim. Lekin men bilan bitta mikrobasda bir ayol, yana bir Toshkentdan bir ikkita ayol, ikkita erkak xullas mikrobasda kelyapmiz. Lekin o'sha orqamda turgan ikkita ayol, bir erkak, uchovlar ham Hizbut Tahrir nimalaridan ekan. G'oyalardan. Lekin uni otasi bizni yonimizda turgan uni otasi edi. O'sha Navoiyga yetib kelganimizda ana shu ikkita qiz ana shu otani majburladi. Ro'zangizni ochishingiz farz dedi. Men unga aytdim, Alloh ruxsat bergan. Lekin bu ro'zador odam ro'zasini ochish shart deb majbur etmagan. Ro'za afzal. Ya'ni oyatlarni ular o'zlarining tushunchalari bilan tushungan. Tobiinlar yoki mujtahid olimlarni yoki sahobalarning g'oyalari bilan emas, o'zlarini mana bu 20-asrdagi, 21-asrdagi o'zlarining g'oyalari bilan tushungan. Yo'q, Alloh boshqa kunda deyapti-mi? Demak, boshqa kun tutish shart deb majburiy otani mana shu Navoiyga kelganimizda ochtirganini men o'z ko'zim bilan ko'rdim shu yerda. Ya'ni bu nimadan desa, mana shu bilimsizlikdan. Bilimsiz bo'lgandan keyin xohlagan gapni gapiraveradi. O'shaning uchun mana bu yerda aytayaptilarki, bu kitobning muallifi o'zi Hijriy 683 sanada yozilgan kitob mana bu kitob. Hozirgi kun 1444 yo'q 45 46 mana qara 600 yildan ortiq bo'lgan mana shu kitobning o'zida. Xuddi shunga o'xshaganki, demoqchi bo'lganim, har bir masalada yechim topilgan. Nima savol bo'lsa kitobda bor hammasi. Faqat uni o'qish kerak, bilish kerak. Mana shu yerda aytibdilar Imom rahimahulloh, fa in mata ala halihima la shay'a alayhima. Qachonki agar kasal odam mana shu kasalligi bilan tuzalmay vafot etib ketsa, musofir odam safarda bo'lib turib
muqim bo'lmay turib vafot etib kelsa, ularning zimmalarida hech qanaqa qarzlari yo'qdir. Chunki ular muqim bo'lganlari yo'q, kasal tuzalgani yo'q. Lekin tuzalib turib, ro'za tutmay turib vafot etsa, demak uning qarzi bor. Yoki safar odam muqim bo'lib qolib, muqimlik vaqtida dangasalik qilib tutmay vafot etib ketsa, demak o'sha qarzlar zimmasida bor. O'sha qarzlar qanaqa to'lanadi? Nevaralar yoki o'g'illar uni tutib beradimi desa, yo'q, tutib bermaydi. Fidya beradi. Fidya beradi. Fiqhiy usuliy kitoblarda keladiki, bu fidya beriladi. Modomiki tutmagan odam fidya berishlik haqidagi oyat bormi? Shunga qiyosan ular merosxo'rlar nima qiladi? O'sha otaning nomidan yoki onaning nomidan fidya ajratadi. Ularga bu narsa vojib emas, lekin tatavvudir. Tatavvu demak nafl. Xohlasa ajratadi, xohlamasa ajratmaydi. Yo'q, mening merosim, otamning merosi menda qolishi kerak, men ajratmayman desa, o'zining ixtiyori. Lekin otasini, onasini o'ylasa ajratadi. Lekin zimmasida vojib emas u. Mana shu gapni davomida aytibdilarki, fa in sahha aw aqama thumma mata lazimahuma al-qada bi qadrihi wa yusiyan bil it'ami anhuma li kulli yawmin miskinan kal fitra. Agar tuzalib qolsalar yoki safarda bo'lib turib muqim bo'lsalar, undan keyin vafot etsalar, unda qaysi muddatda ular tuzaldilar, qaysi muddatda muqim bo'ldilar, ana o'shalar qarz bor zimmalarda. Masalan, musofir odam Ramazonning boshida safarda edi yoki kasal edi. Ramazonning oxirgi 10 kunligida safardan qaytdi yoki tuzaldi. Ana shu 10 kunlik zimmasidagi qarz bor. Boyagi tushundingmi? Ana o'shalar zimmasidagi qarz bor deyaptilar. Nima qiladilar? Balkim merosxo'rlarga vasiyat qiladilarki, har bir kuniga bir miskinga taom berishlikni vasiyat qilib o'tadilar. Wal hamil wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aw nafsayhima aftarata wa qadata la ghayr. Homilador ayol. Homilador ayol yoki emizikli ayol. Bunaqa odamlar o'z farzandlaridan qo'rqsalar yoki o'zlaridan qo'rqsalar, ana shunaqa holatda ular ro'zalarni tutmaydilar, balki o'sha homiladorlikdan qutulgandan keyin yoki emizikli holatdan qutulgandan keyin nima qilib beradilar? Bir kuniga bir kun tutib beradilar. Ya'ni bular uzurli hisoblanadi. Lekin kuchi qudrati ko'tarsa tutishi mumkin. Hech qanaqa nimasi yo'q. Kechagina bittasi savol berdiki, ayolim homilador. Hozir ro'za deyapti. Lekin ro'za paytida to'lg'oq tutsa nima bo'ladi dedi. U ro'zador. Ro'zasi buziladimi deb savol beryapti. Ha, ro'zasi buziladi. O'sha kundagi ro'zasi buziladi. To'lg'oq tutgan kundagi ro'zasi buziladi va u ro'zadan keyin o'sha kunni yoki undan keyingi qaysi kunni tutmagan bo'lsa, bir kuniga bir kun tutib beradi. Ular kafforat bermaydi. Nimaga desa, chunki ular kasallarni kasali. Oddiy kasal emas, og'ir kasal sirasiga kiradi. Oddiy kasalga Alloh ruxsat beryapti-ki, bu og'ir kasalga minbobil avlo ruxsat. Va shaykhu allazi la yaqdiru ala as-siyam yuftiru va yut'im. O'ta qarib qolgan insonlar, ya'ni o'ta qarib qolgan odamlar ham, ular ham ro'za tutishlikka qodir bo'lmasalar, bir kuniga bir kun nima qiladilar? Miskinga taom beradilar. Va man junna ash-shahra kullahu fala qada alayhi. Ayrim kishilar bor, ularning nimalari dard tutadi. Masalan, bir dard tutsa,
shunaqa boyagi nim jinni deydi-ku bizda. Majnun to'liq majnun emas u, boyagi muddati bor. Shu bahorda yoki kuzda qo'zg'aladi. Ana shunaqa holatda Ramazon to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Masalan, Ramazondan bir kun oldin ularda shu jinniligi tutdi. Ramazon o'tib ketdi-da, Ramazon o'tib ketgandan keyin o'ziga keldi. Ularga hech qanaqa qazo yo'qdir. Chunki ular Ramazon oyiga hech qanaqa guvoh bo'lganlari yo'q. O'shaning uchun Alloh taolo aytayaptiki: "Faman shahida minkumu-shahr falyasum." Kim mana shu oyda guvoh bo'lsa, o'sha odam roza tutsin. Demak, ular guvoh bo'lmadi. Ular o'zlariga emas, aqllari yo'q edi bu oyda. Lekin bir kuniga o'ziga kelib qolsa, butun hammasi ro'zasini qazosini tutib beradi. Masalan, 29-kunning peshinida o'ziga kelib qoldi. Demak, o'sha oyning bir qismiga bo'lsa ham guvoh bo'ldimi, demak hammasiga guvoh bo'lgan barobar hukmini oladi. Lekin hayit kechasining shomdan keyin o'ziga kelib qoldi. Tamom, ular guvoh bo'lgan yo'q ro'zada. Oy o'tdi, ertasi kuni hayit. Va in afaqa ba'dahu qada ma fatahu. Omodo demak, o'sha oyning bitta qismiga guvoh bo'lib qolsalar, qolgan hammasini tutib beradilar. Hushdan ketgan odam ham shunday. Va in ughmiya alayhi Ramazon kulluhu qadahu va yalzamu sawmun nafli bish-shuru' ada'an va qada'an. Bir odam hushdan ketdi. Masalan, komada tushib qoldi. Komada tushgan odam o'sha kundagi ro'zasi, masalan, ro'zador edi u, komaga tushib qoldi. Agar ularga quvvatli dorilar yuborilmasa o'sha kuni, ana o'sha ro'zasi ro'za bo'ladi. O'sha bir hushdan ketgan holatdagi ro'zador bo'lsa, u ro'zasi ro'za bo'ladi uni. Undan keyingi kundagi hushsiz yotgan kunlarni ro'zasini, qazosini tutib beradi Ramazondan keyin, o'zi kelgandan keyin. Va yalzamu sawmun nafli bish-shuru'i ada'an va qada'an. Qaysi nafl ro'zalarni kim ertalab niyat qilib boshlasa-yu, bir soatdan keyin yoki peshindan keyin yoki asrdan keyin buzib qo'ysa, uni bir kuniga bir kun tutib beradi. Mana shu masala ham bizning Hanafiy mazhabimizda oid. Shofiy mazhabida yoki Zufar ibn Huzayl rahimahullohning nazdlarida qazosi yo'qdir. Bizning Hanafiy mazhabimizda qazosi bordir. Nimaga? Chunki u niyat qilib o'ziga nazr qildimi, nazrni buzganligi uchun bir kuniga bir kun tutib beradi. Bu haqida hadis ham bor. Hadis sobit. Va ikkinchi oyatki, Alloh taolo Qur'onda "Va la tubtilu a'malakum" degan oyatda Imom Azam rahimahulloh aytganlarki, amallaringizni o'zingiz botil qilmang degan oyatni olib, u amalni o'ziga o'zi sobit qildimi, nazr qildimi, lozim tutdimi, qanaqasiga o'zi botil qiladi. Botil qilganligi uchun nima qazosini tutib beradi deydilar. Mana shu kitoblarda mana shu narsa kelgan. Inshaalloh masalalarni qolganlarini keyingi ma'ruzalarimizda ko'ramiz.